Assalomu alaykum aziz mani qadri baland qadrdonlarim. Kirib kelgan Arafat bayramlari, kirib kelayotgan Qurbon hayit bayramlari barchalaringizga muborak bo'lsin. Alloh bunday ulug' kunlarda barcha birodarlarimizni, barcha musofir birodarlarimizni o'zi panohida asrasin. Bilib bilmay qilgan gunoh xatolarimizni afv aylasin. Ikki olam saodatini bersin. Barchalaringizga xotirjamlikni, qalblaringizga bitmas tuganmas iymonni bersin. Xonadonlaringizga hamisha tinchlik, xotirjamlikni, vatanlarimizga tinchlikni bersin. Bunday ulug' kunlarni hamisha Alloh bisyor etaversin. Kelgusi Qurbon hayitlarida, Ramazon hayitlarida barchalaringizni Alloh sog'i salomat yetkazsin. Birodarlar, doimo yaxshi kunlar ko'payaversin. Bunday ulug' bayramlarda barchalaringizni o'zimning nomimdan, oilam nomidan, jamiki birodarlarim nomidan barchalaringizni muborakbod aylaymiz. Alloh hamisha yaxshi kunlarda diydorlashtiraversin. Gelinjikdan barchalaringizga tabrigimni jo'natmoqdaman. Alloh hammanglarni xursandchiliklarda, yaxshiliklarda diydorlashmoqlikni nasib aylasin. Ertaga Xudo xolasa gelinjigimizda inshaalloh soat 8 da hayit namozi o'qiladi. O'tgan safar Ramazon hayiti o'qilgan joyda o'sha yerda Xudo xolasa hayit namozi o'qiladi. Barchalaringiz ertaroq soat 7:30 larda kelib joylashib, mana shu yerda salovatlarni aytib, istig'forlarni aytib, Alloh taologa hamd sanolarni aytib, birga jamoat bo'lib duo qilib o'tirishlikni nasib etsin. Qo'rqmasdan barchalaringiz kelaveringlar. Xudo xolasa ertaga Qurbon hayit namozini birga gelinjikda o'qiymiz. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Tananglar sog', umringlar uzun bo'lsin. Kelgusi bayramlarda yana diydorlashgungacha birodarlar.